Misrda ham turizmga yaxshi e'tibor beryapti. O'rganadigan narsalarimiz ko'p ekan bu yerda ham. Endi Misrga ko'p kelganmiz-ku. Sharg'imashekda umuman shuncha odamni shu kemalarga chiqarib, shunaqa tashkil qilinishi ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qancha odamni gastinisadan, mehmonxonadan olib kelib, transfer qilib, mikroavtobuslarda shu portga olib kelib, bu yerda gidlar bilan uchrashtirib, pullarini to'lab, bu yoqqa olib kelib, odamlar joylaguncha ancha vaqt ham ketadi, qiyinchilik ham bo'ladi. Lekin ancha tartib bilan qilishyapti, qoyil qolish kerak. O'rganadigan narsalarimiz ko'pdi turizm bo'yicha. Turizm bo'yicha o'rganadigan narsalarimiz ko'p Misrda ham. Bitta kemalar jilyapti o'rnida. Yaxtalar deymiz, endi kema deymiz, o'zbekchasi kemada. Bitta ketyapti. O'zi navbati bilan. Biz Ras Muhammed yarim oroliga ketyapmiz. Qo'riqxona deydi, o'zi qo'riqxona. Shu yerda shunaqa pogrujeniya qilinadi suvga. Suv ostiga tushiladi. Cho'milinadi. Ovqati, hamma narsasi ichida. Shu sayohat endi bir kun.